Futbolda juda ko'pchilik ishlatmaydigan 3 ta eng muhim instruction. Videoni oxirigacha ko'ring. Agar video foydali bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib hamda shu videoga like bosib qo'yasiz. Oramizda juda ko'pchilik individual instructionni tushunmaydi va uni qanaqa foydali tomonlari borligini bilmaydi. Bugun defensive attacking hamda anchoring instructionlar haqida gaplashamiz. Defensive haqida gaplashamiz. Agar siz bironta o'yinchiga defensive beradigan bo'lsangiz, u ko'p ham hujumga qo'shilavermaydi. Orqaroqda qolib, himoyani barqarorligini ushlab turadi. Asosan qanot himoyasiga hamda centerga bersangiz bo'ladi. Ko'p hollarda siz yarim himoyaga ham bersangiz yaxshiroq. Ya'ni hujumkor o'ynaydigan raqiblarga qarshi defensiv qilib qo'ysangiz sizga foydali bo'ladi. Agar siz bironta o'yinchiga attacking beradigan bo'lsangiz, odatdagi pozitsiyasidan yuqoriroq pozitsiyaga ko'tarilib o'ynaydi. Tez hujumlarga qo'shiladi. Asosan box to box stildagi o'yinchilar, ya'ni SMF va AMF whole player stildagi o'yinchilarga bersangiz foydali. Chunki hujumgacha ko'tarilib boradagi jarima maydonchasida raqibga xavf tug'dirishi mumkin. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Agar siz o'yinchiga anchoring beradigan bo'lsangiz, ular yon tomonga chiqib ketmaydi, ya'ni o'zini chizig'i bo'ylab harakatlanadi. Asosan buni KF-dagi, ya'ni sentralniy forwardlarga berasiz. Agar siz qanotdagi o'yinchilarga beradigan bo'lsangiz, ko'p ham markazga kirib ketavermaydi, o'sha qanotda turadi. Siz pas beradigan paytingizda ularni topishingiz oson bo'ladi. Agar sizni sxemangizda instruction bo'lmasa, Telegram kanalimga qo'shilib qo'ying. Har xil sxemalarga instructionlar tashab qo'yaman, bemalol foydalansangiz bo'ladi.